Muhabbatxon, bugungi o'lchovlaringizni ko'ramiz. Oyog'ingizni yechib hozir ko'rsatkichlar bo'ldi, chiqing. Tushing. Qani? 71.8, молодец. Mana bugun ko'rsatkichlar, hozir buni tahlil qilamiz. Xo'p, Muhabbatxon, bir kunda mana o'zgargan rezultatlaringiz kiloingizda 200 gramm yana kamayibdi. Xo'p, yog'ingiz demak joyida turibdi. Suv balansingiz kamaygan, yana ozgina suvga e'tibor bermadingizmi deyman. Ozgina ichingizda qotish bo'lyapti. O'sha narsani ko'rsatyapti. Demak, ustimizda ishlashimiz kerak. Unchalik yaxshi ko'rsatkichlar emas bugungi. Shu bir kun, 2 kun ichida o'zingiz qanaqa his qilyapsiz? Qanaqa nima o'zgardi sizda? Uyqum yaxshilandi, energiya juda ham oshdi, ham charchoq hissi unaqa oldingidek emas. Xotirjam, hamma ishga ulguryapsiz. Challenge-da ishtirok etish yoqyaptimi sizga? O'zimga juda ham qiziq bo'lyapti. Ertalab turganimda bugun nima bo'lar ekan deb boshqacha ishtiyoq bormi? Atrofingizdagilar ham qiziqishyaptimi? Nima qilyapsiz? Kuzatishyapti. Sizga omad tilab qolamiz. Давайте.